Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Yaypan Oqtepada mitti somsadamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sifati ta'mi maqtaganda bor ekan. Qo'y go'shtigasini ko'ramiz. Qo'y go'shtiga limonni siqib yesa davleniyani tushiradi. Xamirlari ham karsillagan ekan. Istalgan mahsulotlardan somsa yopib berishadi. Baliq somsaga baho beramiz. Baliq ham Mirzacho'lda ko'lidan ekan. Tepandagi eng mazali tam asl mitti somsada. Mitti somsani yegandan keyin обязательно limon yeyorish esdan chiqmasin. To'la go'sht. Akalarimiz qo'y mollarida ham sifatli halol mahsulotlardan foydalanishadi. Go'shtlarni. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Hammalarni mitti somsada Yaypan Oqtepada kutib qolamiz.